Toshkent shahridagi uylarning narxi pasayishi yoki ko'tarilishi mumkinmi? Haqiqatan ham Sardobada sel bo'ldi. Seldan keyin o'sha yerdagi jabr ko'rgan insonlar bor. Binolar qabristoni bor. Yangi qurilgan bino, lekin hech kim yashamaydi. O'zbekistondagi uylar zilzilaga bardoshlimi? Bitta mashinani oladigan hajmi, yeri, parkovkada qancha joyi, bitta velosipedni oladigan joyi qancha? Bu kompyuter hali bu chizmalar bizga yetib kelmagan. Kuniga 12 soat kitob o'qishimizga ham to'g'ri kelgan ba'zan. Yerdan isitmali sistema bor. Ko'prik pol deyiladi. Shunaqa. Shu sistema o'sha zamonda qilingan ekan. Birinchi dom olsam deydi. Keyin dom olib qachondir qaysidir vaqt yashab bo'lgandan keyin hovli olsam deydi. 30 yil oldingi arxitektura va hozirgi vaqtdagi arxitekturani qanday farqi bor? Tuproqqa oyog'ini bosganda o'sha negativ energiyani tuproq oladi. Ko'p qavatli uyda yashaydigan odamlar stressli va kam harakatli bo'lib qoladi deb eshitganmiz. Shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yana o'sha ifloslangan havo filtr qo'yilmasa, yana qaytib keladi. Bizlarda eskidan qolgan psixologiya bor. Birinchi etaj bo'lishi kerak, ikkinchi etaj uzoq bilan to'rtinchi etaj, bular qimmat. O'zbekistonda ham juda ham misol 100 etajli binolar qurilsa bo'ladi deb o'ylayman.